Nurg'unlagan kishilar farzandlarining kelgusini xotirjam qilish uchun jafoliq ishlaydi. Hunar kasb qiladi, harmay talmay tijorat qiladi. Ular o'lib ketgandan keyin bolalarimizga ko'proq mol-dunyo qoldirib qo'ysak, ularning hayoti xotirjam o'tadi deb o'ylaydi. Amaliyotda ular taqvolikdan iborat baxt, saodat va xotirjamlik manbasiga sal qaraydi. Alloh bu haqda Qur'on Karimda mundaq deydi: Özlerinden qilib qoldigan kichik balları bo'lib, ulardan qandaq andish qilgan bo'lsa, boshqalarning qilib qolgan kichik ballar uchunmi shundaq andish qilsin. Yetimlarning ishida Allohdan qo'rqsin va to'g'ri so'zni aytsin. Sura Nisa 9-oyat. Umayya xilofati davridagi tarixiy ishlarni beshidan o'tkazgan bireylan bu ulug' oyatni ro'shanlashtirib mundaq deydi: Muqotil ibn Sulaymon xalifa Mansur billah taxtga o'ltirganda uning huzuriga kirdi. Xalifa Mansur Muqotilga "Menga bir nasihat qisla" dedi. Muqotil ibn Sulaymon "Ko'rganlarimni deymi yoki anglaganlarimni deymi" dedi. Xalifa "Ko'rganlarini deslar" dedi, nima deydiganligiga qiziqib. Muqotil ibn Sulaymon ulug' kichik tinivetib so'zni boshladi. Ey mu'minlar amiri, o'z davrida ziminda adolatni hukmron qilgan, fuqarolar turmushini paravon qilgan xalifa Umar ibn Abdul Azizning 11 bolasi bor edi. Vafot bo'lganda uningdan 18 dinar miros qilgan bo'lib, 5 dinarga kepallik, 4 dinarga qabr setib olindi. Eshib qolgan 9 dinar 11 bolasiga taqsimlab berildi. Umar ibn Abdul Aziz vafot bo'lish oldida kasal karavotida yotgan chig'ida kishilar uningdan so'radi: "O'g'illarga nima qoldirib qo'ydilar?" Umar ibn Abdul Aziz: "Allohdan taqvodorlik qilishni qoldirib qo'ydim. Agar bolalarim solih bo'lsa, solih kishilarga Alloh ega bo'ladi. Agar solih bo'lmay fosiq bo'lib qolsa, ularning Allohga osilik qilishiga yordami bo'ladigan mol dunyo qoldirib ketganimning nima foydasi?" dedi to'limi tamkinlik bilan. Xalifa Hisham ibn Abdulmalikning davrida har xil qo'zg'olonlar va fitna fasodlar ko'p bo'lgan edi. Uningmi 11 bolasi bo'lgan bo'lib, u vafot bo'lganda har bir bolasiga 1 million dinar miros taqsim qildi. Alloh bilan qasamki, men bir kuni Umar ibn Abdul Azizning bir bolasining 100 otni Alloh yo'lida jihad uchun sadiq qilganligini, ammo Hisham ibn Abdul Malikning bir bolasining ko'chada kishilarga qo'l tanglab yurganligini ko'rdim. Ulug' Alloh Qur'on Karimda mundaq deydi: Tamga kelsak, u shahardagi 2 yetim bolaning edi. Tam ostida ularning haqqi bo'lgan xazinasi bor edi. Tam o'lib ketsa, xazinasi ochilib qilib, kishilar uni elib ketadi. Ularning ota-onasi yaxshi odam edi. Parvardigoring ularning cho'ng bo'lganda tam ostidagi xazinasini chiqarib olishni iroda qildi. Bu Parvardigoringning ularga qilgan rahmatidir. Uni men o'z xohishim bo'yicha qilganim yo'q. Sura Kahfa 82-oyat. Aziz do'stim, bolalaringizga iymon, iffat, ilm, ma'rifat, yaxshi ish, go'zal axloq va aql farosat miros qoldiring. Bular bolalaringiz bilan birga bo'lsa, siz ulardan ikkala olamda xotirjam bo'lasiz. Bu go'zal xislatlar qoladi, mol dunyo ketadi. Vafo qilmadi, ham vafo qilmaydi. Bilib qo'yingki, bolalaringiz uchun ilm, ma'rifat ularning yemak ichmagidanmi muhim.